toyloqlilar. Bugun Toyloqda bayram. Suyunchi savdo majmuasini yangi filialini ochilish marosimi. Assalomu alaykum xo'jayinlarimiz, opa-singillar, aka-ukalar, qadrdonlar, ishlayapsizlar. Uyda ovqat qilasizlarmi? Bitta taomni nomini aytasizlar, kim to'xtasa chiqib ketadi, tushunarlimi? Zo'r ovqat etdilar-da. Ha? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli toyloqliklar. Bu Toyloqda bayram, Suyunchi savdo majmuasini yangi filiali ochildi. Yurtdoshlarimiz juda xursand, ko'tarinki kayfiyatda ochdik, hamma xursand, ajoyib sovg'alar ulashdik. Hamma samarqandliklarni toyloqliklar taklif qilamiz. Suyunchida siz uchun ajoyib chegirmalar bor. 3 kun mobaynida bayram munosabati bilan 10% chegirmalar. Xullas, nima xarid qilsangiz kelasizlar, yoqqan mahsulotlar juda ham ko'p. Mana odamni ko'ringlar, mana ichkarni ko'rsa. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Ana bugun Toyloq rayonimizga juda ajoyib tadbir bo'lyapti. Bu Suyunchi savdo markazini ochilishi. Ana bu yerga juda xalqimiz ko'p to'plangan. Albatta hamma narsalar arzon. Mana bu do'konga kirishingiz bilan bahri dilingiz ochiladi. Chunki bu narsalarni ko'rib ko'zlaringiz quvonadi. Mana shunday jannat makon o'lkamizda Suyunchi savdo markazini ochilishni fazil qilgan ekan. Mana kirib xalqimiz bilan birgalikda aylanib yuribmiz. Juda ham qulayliklar bor. Bu albatta bu tinchligimizning ne'matidir. Bu yerdagi narsalar juda ham sifatli, odamni hammani didiga mos keladigan narsalarni ko'rib biz olishga qaror qildik va jamoamizni ham taklif qilib qolamiz albatta.